Irsiy moyillik, ya'ni ota-onasida emal mineralizatsiyasida o'zgarish bo'lsa, tabiiyki bolada ham xuddi shunday bo'ladi. Genetik buzilishlar bu hozirgi kunda asosiy muammolardan, ya'ni homilador ayol ham to'g'ri ovqatlanmaydi. Bularning hammasi boya aytganimizdek so'lakni yuvish funksiyasini buzadi va buni natijasida chala hazm bo'lgan oziq bo'lakchalari o'zidan sut kislota ishlab chiqaradi. Adenoid giperplaziyasida xalqimizda uni burnida go'shi bor ekan deyishadi. Demak, adenoid giperplaziyasi, allergik rinit, burun to'sig'i deformatsiyasi, poliplar va boshqa burun nafas yo'llariga, yuqori nafas yo'llarida nafas o'tishiga xalal beruvchi kasalliklarning rivojlanishi ham keyinchalik bolani og'zidan nafas olishiga, xurillab uxlashiga sababchi bo'ladi va bu so'lak ajralishiga ta'sir ko'rsatadi, og'iz qurishi yuzaga keladi.